Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi o'z ishini boshlaydi. Studiyada men Saydiya To'ychiyeva. Eslatib o'taman, biz doimgidek jonli efirda ishlaymiz va mavzu bo'yicha biron savollaringiz bo'lsa, ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z savollaringizni mutaxassislarga yo'llasangiz bo'ladi. Demak, biz boshladik. Azizlar, bugun dasturimizga Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislarini taklif etganmiz. Tibbiyot fanlari doktori professor Ulug'bek Sobirov boshchiligida kelgan shifokorlar bilan teri xastaliklari, ularning oldini olish va davolash yo'llari haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Joylaringizni egalab olsangiz bo'ladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan tanishing. Ulug'bek Sobirov, tibbiyot fanlari doktori, professor. Sherzod Xonxo'jayev, shifokor patomorfolog. Dilmurod Jumanov, shifokor dermatolog. Madamin Xoldorbekov, shifokor dermatolog. Jahongir Narsiyev, shifokor dermatolog. Eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz va albatta raqamlarga qo'ng'iroq qilib savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Qolaversa, Telegramda ham biz bormiz. Aynan xasta bo'lmang tarmoqlariga savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Biz ularni ham albatta o'qiymiz. Vaqt yetgancha o'z egalariga javoblarni berishga ham harakat qilamiz. Demak, assalomu alaykum yana bir bor. Ulug'bek aka, birinchi savolim shundan iboratki, umuman savollardan avval shuni aytmoqchimanki, bizda ko'rsatuv chegaralangan 60 daqiqa, bilasiz. Shuning uchun menimcha teri kasalliklarining hammasi haqida ma'lumot berishga ulgurmaymiz, lekin ayrimlari, ya'ni muhimlari haqida batafsil ma'lumot bersak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bugun qanday kasalliklar haqida gaplashamiz? Sadiyaxon, mana bugun jamoamiz bilan dermatologiya markazidan mana ishtirok etyapmiz. Bugun ko'rsatuvda dermatologiyada 3000 dan ortiq har xil xastaliklar bor. Lekin bugun mana o'sha 3000 dan ichida dolzarbligi bu pufakli dermatozlar to'g'risida bugun gaplashamiz va pufakli dermatozlarni kechishi, profilaktikasi, davosi to'g'risida mana yoritib beramiz. Ya'ni po'rsildoq kasalligi bizda birinchi mavzu bo'la qolsin. Unda po'rsildoq, ya'ni ilmiy tilda aytganda pemphigus, to'g'rimi? To'g'ri aytdimmi? Shu kasallik o'zi qanday paydo bo'ladi, qanday yuzaga keladi, ularning oldini olish yo'llari bormi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Po'rsildoq kasalligi bu puzirchatka deyiladi yoki pemphigus deyiladi. Bu kasallik pufaklar bilan paydo bo'lish bilan namoyon bo'ladi. Bu har xil turlari bor. Bu seborreyli bor, bu vegetatsiyali bor, bu vulgar bor. Turlari juda ham har xil. Bu asosiy bu yerda sabab autoimmun sababi, chunki bu yerda organizmda o'zini o'zi ataka qilgan holda desmoglin 1, desmoglin 3 bor. Shu desmoglin 1 uchi shikastlantiradi va shu shikastlangandan keyin pufaklar paydo bo'lish boshlaydi. Bu teri ichidagi pufaklar paydo bo'ladi va shu pufaklar keyinchalik kattalashib, davolamasi ertaga keyinchalik bemorga qiyinchiliklar olib keladi. Kuzatuv bo'yicha odatda bu kasallik o'zi necha yoshda yuzaga kelishi mumkin yoki bo'lmasam yuqumlimi bu kasallik? Bu kasallik yuqumlik emas. Bu bemorlardan bemorlarga yuqmaydi, havodan o'tmaydi. Pufaklar yorilsa-chi? Yo'q, u o'tmaydi. Bu genetik omillarga ega kasallik va ko'pincha nimadan paydo bo'ladi? Bu stress, bu noto'g'ri, nosog'lom turmush tarzi. Mana shu asosiy har xil dorilar ishlatish, chunki bilamizki juda ham ko'p bizani odamlar yaxshi ko'rishadi har xil badlarni ichish, har xil dorilarni ichish, lekin bilmaydiki nojo'ya ta'sirlari bor. Ertaga bu har xil mana bulloz kasalliklarga olib kelishi ham mumkin, chunki autoimmun rivojlantirib yuboradi. Bu pufaklar paydo bo'ladi. Bu har xil yoshda paydo bo'lishi mumkin. Bolalarda ham bo'lishi mumkin, kattalarda ham. Lekin ko'pincha biz tajribada ko'ramizki 40 dan kattalar, yoshdan kattalarda uchraydi. Ko'proq uchraydi. Biroz avval badlar dedingiz, ya'ni biologik qo'shimchalar, moddalar, ularni ham bunga qandaydir salbiy ta'siri bormi?
chunki haqiqatdan to'g'ri aytdingiz, bugungi kunda ko'pchilik shu biologik qo'shimchalardan foydalanadi, yoshimiz necha yosh bo'lishidan to'g'ri, qat'iy bu nazar. biologik qo'shimchalar to'g'risida men yomon demoqchi emasman. Bu yaxshi narsa, bu to'g'ri qo'llanilsa to'g'ri, lekin bir xil odamlar me'yordan ortiqcha qo'llab yuboradi. Har xil bandlarni qo'shib yuboradi. Bu yerda hozir ko'proq registratsiyadan o'tmagan bandlar bor. O'shanga shifokor bilan maslahat qilingan holda shu bandlarni iste'mol qilsa, maqsadga to'g'ri bo'ladi. Demak, baribir birinchi biron bir o'sha farmatsevt mahsulotlar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, birinchi tekshiruvdan o'tish kerak deyapsiz. Albatta. Ha, yana bir savol, shu bolalarda ham haqiqatan ham uchraydi. Ular ham aynan shu po'rsildaq kasalligiga kiradimi yoki uni bir boshqacharoq nomi ham bo'ladimi? Bolalarda ham uchraydi. Bolalarda endi boshqa turlari uchraydi. Bu onadan bolaga tug'ilishi mumkin. Boshida onada pemfigus bo'ladigan bo'lsa, onaga birinchi oilada o'tishi mumkin, lekin bu tezda bolam ketadi. Ya'ni chaqaloqlarda tezda Chaqaloqda bolanadi. ehtimoli bor. U lekin tez, chunki antitanachalar onadan o'tadi bolaga, lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi oy ichida bu chiqib ketadi va bola davolanib ketadi. Lekin bu bolalarda yana bullous epidermolis degan kasallik bor. Shu kasallik bu ko'rinishda ham ko'rinishi mumkin. Bu juda ham xili ko'p kasallik va bu kasallik bo'yicha ruxsat bersangiz, bizda Madamin Xaldarbekov hozir studiyada ishtirok etyaptilar. Bular kengroq yoritib beradilar. Yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum madam, xush kelibsiz. Bular ta'kidlab o'tgandek, pufakli dermatozlar juda ham ko'p. Shulardan bittasi bu bullous epidermolis. Bullous epidermolis bu xalq tilida bu kasallikni biz kapalak bolalar deb ataymiz, chunki bularning terisi kapalak terisi kabi nozik bo'ladi. Ularni ushlasangiz, so'rasangiz, quchoqlasangiz yoki onani tug'ruq yo'llaridan o'tgan paytda srazu o'sha paytda o'zi darhol o'sha ginekolog, akusher-ginekolog tashxisi qo'ya oladi. Pufakli dermatoz deydi, lekin aynan bullous demaydi. Demak, tug'ilishi bilan bu tashxisni qo'ysa bo'ladi. Tug'ilishi bilan pufaklar bilan tug'iladi. Chunki bu kasallik genetik faktorga ega. Ya'ni nasldan o'tadi. Ko'proq o'sha qarindosh o'rtasida nikohda bu 40% holatda o'tishi mumkin yoki genlar spontan yoki de novo usulda gen mutatsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni na otada, na onada bu gen bor. Prosta shu embriogenez davrida o'sha 2, 4, 6, 8 bo'lib bo'linadi hujayralar bolalar rivojlanayotgan. O'sha paytda gen buzilib qoladi. O'shani hisobiga kasallik paydo bo'lishi mumkin. Demak, kapalak bolalar kasalligi bu faqat tug'ma kasallik bo'lishi mumkin, lekin hech ham yuqmaydi, to'g'rimi? Bu yuqmaydi, bu genetik kasallik. Qanday holatlarda bu yuzaga kelishini aytdingiz, lekin uning davosi ham bormi? Bilasizmi, bu og'ir savol ochig'i, chunki bu genetik kasalliklarning hozirgi kunda birontasida davosini imkoni yo'q. Faqatgina bizning vazifamiz, barcha shifokorlar uni vazifasi bu bolalarni qaysi genetik kasallikdan farqi yo'q, o'sha to'g'ri turmush tarzi, hayot sharoitini yaxshilab berish. Ya'ni qanday qilib? Masalan, bizda bullous epidermolis bolajonlarimizda agar yaxshi qaralmasa, boyagi pufakchalar butun badanni qoplab oladi. Endi tasavvur qiling, pufaklar chiqdi, yara bo'ldi, qon yedi, mana suratda ham ko'rsatishyapti. Qonotdi, maxsus bog'lovlar qilinmasa, bu yaralar bu hozir oddiy hujayraga bo'ladi, keyinchalik esa atipik hujayralarga aylanishi mumkin. Atipik hujayra bu yomon hujayralarga qo'pol qilib aytaman, yomon hujayralarga aylanishi mumkin. Shu oqibatda bolani kasallik ketishi og'irlashib boraveradi borgan sari. O'shaning uchun ruxsat bersangiz, Sadiqxon, bu yomon hujayralar emas, bu rak hujayralariga aylanadi va ertaga plastkaklit rak rivojlanishi mumkin. Eng asosiy men aytmoqchiman, Sadiqxon madam aytgandek, bu qarindosh urug'larni orasida uchraydi va men aytib qo'ymoqchiman shu. Qarindosh urug'lar orasidagi nikohlarda uchraydi. O'shanga bu nikohlanayotganda so'rab, bilib, o'shanga nimaga aytyapman, bekor aytilmaydi. O'shanga genodermatozlar ham mana shu kasalliklar qarindosh ko'pincha bizda qarindosh urug'lar. Shuning uchun biz ko'pincha da'vat qilamiz, tushuntiramiz, o'shanga qarindosh uruvchilik anaqa bo'lmaslikka. Nima aytyapman? Chunki mana shunaqa ertaga kasalliklar bolalar tug'ilishi mumkin. Bu butun umr aziyat chekadi bu bolalar. Bu yerda ko'ryapmizki, u yaraga ham aylanib ketar ekan, bu pufakchalar. Yo'q, bu yaraga bu yara. Bu bemorda nima bo'lyapti? Bu bemorda
travma sal tegib ketsa, portfel tegsa, qo'li tegsa qayerqadir pufak Nozik paydo bo'ladi. bo'ladi. Shuning uchun Pufak kapalak yoriladi, bolalar deb ataladi. yara paydo bo'ladi. Bu bemor juda ham aziyat chekadi. Hozirgi kunda mana prezidentimiz boshchilarida hozir farmon qilingan va farmon bo'yicha har bitta bizda 433 ta bemor bor respublika bo'yicha va 433 ta bo'yicha biz registr qilganmiz. Har bitta bemor qayerda joylashgan bilamiz va har bitta bemor davlat tomonidan hozir kameralar bo'lgan va har bittasiga kerakli bog'liq materiallar beriladi. Ularga imtiyozlar ham bor. Ular imtiyoz bor va bog'liq materiallar davlatimiz tomonidan beriladi va bu har bitta bemorga biz alohida e'tibor beramiz. Yana bir savol tug'iladi Ulug'bek aka, bu umrga ham ta'sir qiladimi, umr qisqarishiga bu kasallik? Agardiki bu bemorlarga qaramasa albatta, chunki bu nafaqat teri, balkim bu distrofik turlarida bu pishevod bu og'iz bo'shligida, bu ichak tovolida, bu qo'llari chunki mutilatsiyalarga uchraydi, chunki barmoqlari tushib ketadi, birlashib ketadi. Chunki bu bemorlar juda ham qattiq aziyat chekadi va umri qisqa bo'ladi. Lekin hozirgi kunda mana davlatimiz tomonidan tibbiyot rivojlangandan bizda hozir imkoniyat borki, bu bemorlarga yordam berish. Mana hozir yangi dorilar kelyapti, hozir biologik dorilar kelyapti, yangi genetik dorilar kelyapti. Mana hozir ularni ham biz kutyapmiz. Mana men ham hozir mana Avstriyaga borib o'qib keldilar. Borib dunyo bo'yicha olib kelyapmiz va shu bolalarda aziyat chekmasin, shu dorilarni ishlataylik, bu bemorlar shu kasallikdan tezroq tuzalib ketsin deb biz harakat qilib, mana dunyo kezib o'sha yengilliklarni biz qo'llab ishlatyapmiz. Demak, bu kasallik albatta oxirigacha tuzalmaydi deyapsiz, lekin qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlash uchun chet elga uchish ham shart emas, to'g'rimi? Bugungi kunda o'zimizda ham yaxshi davolashadi. To'g'ri, chet elga shart emas, chunki hamma sharoit bor. Chunki maxsus bo'lim ochilgan. Maxsus bo'limda biz o'rgatamiz, bularga ko'rsatamiz va keyinchalik bular uy sharoitida quvurishadi va bizani nazorat ostimizda bo'ladi va mahalliy bizda dermatologlar nazorat ostida bo'ladi. Chunki bizda har bitta filialimizda maxsus o'sha shifokor, o'rgatilgan shifokorlar bor. Demak, homila vaqtida buni umuman bilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Homila vaqtida buni ayrim turlaridan bo'ladi. Bu jiddiy turlari, genetik testlari bor, lekin bu juda murakkab. Bu amniotsin test kerak, bu har xil kerak. Lekin bu savolingizga ruxsat bersangiz, chuqurroq Madamin bersa javob bor. Marhamat. Yaxshi savol berdingiz. Homilador payti, chunki ayrim payt xotin keladi, o'sha birinchi farzandi bo'layotganda kapalak bo'lacha. Endi savol berishadi. Keyingi farzandimga nima qilamiz? Biz yosh oilamiz, yana sog'lom farzand keltirishimiz kerak degan savol qo'yishadi-da. Bunda hozirgi kunda O'zbekiston sharoiti imkon bor. Birinchi navbatda shu tug'ilgan bolani, aynan hozir kapalak bolachani qaysi genida mutatsiya borligini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni misol uchun o'sha bulyoz epidermoz olib keladigan 10 ta gen bo'lsa, o'sha qaysi birini topib olamiz. Buni O'zbekistonda o'sha genetik Thermo Fisher apparati aniqlanadi. Misol uchun 7-genni topdik. Bo'ldi, mana sani katta farzandingda 7-gen mutatsiya bo'ldi. Endi u oilaga ikkita yo'li bor. Bittasi bu eko yo'li, ikkinchi yo'li esa bu yana homilador bo'ladida, homilador bo'lgandan keyin birinchi 3 oylik davrda boyagi genetik oldiga boradi. Mani katta farzandimda 7-genda buzilish bor. Mana katta farzandim dunyoda hozir mana bulyoz epidermolis. Endi menga hozir homilador qornimdagi bolani imенно shu 7 ga tekshirib berdi deb beradi. O'sha bu boyagi birinchi tekshiruv summasi 10 barobar emas, o'sha 1 barobar, ya'ni konkretni genni bilamiz, qaysi genni tekshirish. U summasi ham 10 barobar arzon bo'ladi. Genetiklar shu genni tekshirib beradi, aytadi. Mana tug'ilajak farzanding yoki o'sha bulyoz epidermozdan tug'iladi, yo boyagi 7-gen bor yoki yo'q deb beradi. Ya'ni agar birinchi farzandi shunday xastalik bilan tug'ilgan bo'lsa, ikkinchi farzandini ham aynan shu tekshiruv orqali tekshirsa bitta narsa, hamma oilasida bitta farzandi boravermaydi, chunki bilasiz, bizda skrining markazlari bor, bular tekshiradi. Keyin genealogik karta degan narsa bor. Masalan, xotinda emasda, amakisini o'g'lida yoki kimnidirda, qaysidir qarindoshi, qaysidir genlar ham o'ynab qolishi mumkin. Bu o'zi gendan ko'paydi. O'shaning uchun kimdadir bormi, katta ehtimol bilan shu inson ham shu avlodning bolasi. O'sha genni, o'sha buzuq genni tashuvchisi hisoblanadi. O'shaning uchun risk bor. Shuning uchun tekshirgani bu yaxshi, chunki tog'asining o'g'li tekshirgan bo'lsa ham borib, mana sen tekshirgan ekansan, mana shuni prosta tekshirib qo'ydi ham tekshirgan, bu to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham ayrim insonlarga aytamiz, genealogik karta qilinglar, ota-bobonglar, bobo o'zinglarni
katta o'tgan pokoleniyalar bekorga 7 avlodni tekshir deyishmaydi. bekorga emasda aytishadi borib 7 avlodni surishtirib kel deydi. U shu maqsadda so'raladida. Har bitta inson ham o'zini genealogiya kartasini qilish kerak deb bilaman, chunki qilganda biladida, chunki bobam nimadan o'ldi yoki tog'am nimadan olamdan o'tdi degan savol. O'shani yozmasam, infarktmi, insultmi yoki boshqa qanaqadir onkologik kasalmi, o'sha risk o'sha insonni ham kutib turgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun borib tekshiriladi. Men oddiy misol qilib aytaman. Mana Anjelina Joli bilasiz, katta aktrisa. Onasi, buvisi olamdan o'tgan ko'krak bez saratondan. Keyin onasi ham shu narsa aniqlangan. Keyin Anjelina Joli nima qildi? To'xta, men borib tekshiray, menda shu gen bormikan deb borib tekshirdi-da, haqiqatan o'sha gen bor. Bu просто olib tashladi, bo'ldi. Ikkala ko'krakni olib tashladi, bo'ldi. Shu risk endi unda yo'q. Shuning uchun u o'zini oldini oldi. Men shu maqsadda aytmoqchiman, shu tekshirtirganinglar, o'sha boy skrining nimalarni o'tkazganinglar sizlarga yaxshi. Demak, qayerda bu tekshiruvlar o'tkaziladi? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Tekshiruv markazlari juda ko'p. Har bitta viloyatlarda skrining markazlari bor. Skrining markaziga borgandan keyin o'zini maxsus o'zi davlat tomonidan bergan tekshiruvlar bor, genetik kasalliklar bor. Undan tashqari agar ota-ona xolasa, qo'shimcha buni ham tekshiramiz, uni ham yo'lga o'sha genetik masallar berib, mana bu joyda mana bu narsani tekshirasan deb aytib berishadi. Buni yo'li oson, faqat qilish kerak, hafsala kerak. Yana bir savol shu mavzu bo'yicha, birinchi farzand agar shunday xastalik bilan tug'ilsa, ikkinchi farzand ham aynan shu genetik kasallik bilan tug'ilishi darajasi qanchalik yuqori? Bilasizmi, bu yerda agar ota-ona sog'lom, ota-ona tashuvchi yoki qarindosh bo'lsa, ehtimoliy nazariy 25% ga teng bo'ladi. Agar ota-ona kimdadir shu kasallik tashuvchisi bo'lsa, bizda bor oilalar, otasi buloz epidermolis, onasi sog'lom. Unda 50% ehtimol bo'ladi. Ya'ni mana shuna oilalar bor, otasi buloz epidermolis sog'lom qizni oldi, sog'lom farzand ko'rdi. Ayrim oilalar bor, onasi buloz epidermolis, hamma farzandlari buloz epidermolis bo'lib tug'ildi. Shuning uchun risk bormi kasallik, borib tekshirgan bu to'g'ri bo'ladi deb bilaman. Bizga teletomoshabinlardan ham savollar kelib tushgan bu mavzuda. Farzandim kapalak kasalligidan aziyat chekadi. O'zi ham biz ham juda qiynalib ketdik. Kasallikdan butkul qutulish mumkinmi degan savol. Bu haqida biroz avval ham javob berdik, lekin mana men aytganlaridek, bu kasallikdan butkul davolash, qutulish mumkin emas, lekin bu kasallikni parvarish qilish mumkin. Bu kasallikni to'g'ri qilib, to'g'ri bog'lov materiallarni ishlatib, to'g'ri dori-darmon o'sha kerakli malhamlarni ishlatsa, bu kasallikni ancha yengillik berish mumkin, lekin qutulish mumkin emas. Lekin hozirgi kunda yangi dorilar ishlab chiqilyapti. Mana hozirgi biz yangi dori bo'yicha ish olib boryapmiz, chunki bu alohida o'sha yaralarni bitirishiga yangi dorilar ishlatilyapti. O'sha dorilarni hozir yangi texnologiyalar, o'shalarni harakat qilib ishlatishga va mana shu bemorlarga yordam berishga, butunlay qutilishga. Lekin butunlay hozir dunyo bo'yicha hech kim qila olmaydi. Tajriba kuzatilgani yo'q. Aytingchi, shu muolaja deyapmiz, shu muolajalarga ham biroz to'xtalsak, albatta shifokorlarga murojaat qilishadi, maxsus muolaja o'tkaziladi va uyda ham albatta ularni parvarish qilish kerak. Aynan shifokorlar o'tkazgan muolaja qancha vaqtga yetadi va qanday muolajalar o'tkaziladi? Shifokorlar o'tkazilgan muolaja, masalan, bemorlar bizga keladi, buloz epidermolis bilan bu asoratlangan bemorlar. O'sha asoratni davolab, to'g'ri bog'lovni o'rgatib, to'g'ri malhamlarni ishlatib o'rgatib, bularga maslahat berib boramiz va uyiga mahalliy shifokorlar ko'rigiga, nazoratiga yuboramiz. Baribir mahalliy shifokorlar ham, albatta, mahalliy shifokorlar ularni kuzatib boradi, albatta, sog'lig'ini. Juda yaxshi. Demak, imtiyozlar haqida. Biroz avval sizga imtiyozlar haqida savol berdim. Ularga bor dedingiz. Shularga ham to'xtalib o'tsangiz, aynan qanday imtiyozlar bor kapalak bolalar uchun? Bu bolalarga juda ham katta imtiyozlar bor. Bu bolalarga avvalambor bularga tekin davolanadi. Bular keladi, bizani markazda davolanadi. Alohida bularga yo'llanma bor. O'sha yo'llanma bo'yicha kelishadi va dori-darmon, kerakli muolajalar hammasi tekin ishlatiladi, davlat tomonidan qoplab beriladi. Va qo'liga bog'lov materiallar, malhamlar ham qo'liga mahalliy shifokorlar tomonidan beriladi va to'lov bu imtiyozga kiradi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Azizlar, bizda hozir reklama va 1 daqiqadan so'ng yana studiyaga qaytamiz.
Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi. Azizlar, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi o'z ishini davom ettiradi va biroz avval biz teri kasalliklari haqida suhbatni boshlagan edik va aynan mavzu bo'yicha hozir biz kapalak bolalar haqida davom ettirsak suhbatimizni. Aynan shu kapalak bolalar xastaligi genetik xastalik deyapsiz. Bu xastalikning oldini olish o'zi mumkinmi? Ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Bu ko'p savol beriladi ochig'i. Qiyinchilik shundaki, ko'pchiligi birinchi navbatda boya yuqorida aytib o'tdim, 40% ehtimol bilan o'sha qarindosh o'rtasida nikoh bo'ladi. Qaniydi hamma shu qarindosh o'rtasida nikohni to'xtatsa-da. Bizda boya Ulbekxoncha aytganlaridek reyestr bor. Butun O'zbekistonni nechta qaysi hududda kasallar bor, reyestr bor. Endi tasavvur qiling. Vodiyda masalan 60 ta kasalimiz bor. Vohada Novay viloyatida esa 4 tagina bulloz epidermoz bemor bor. Endi bizga qiziq bo'ldi. Nima uchun unaqa bo'ldi deb tekshirsak, reyestr ko'rdik, bordik, nimaga unaqa deb ko'rsak, etnik jihatdan Novay viloyati boshqa millatlarga ko'p ekan Novay viloyatda. U yerda rus millatlari juda ham ko'p, kars millatlari ko'p, qozoq millatlari ko'pda. Ularda esa qarindosh o'rtasida nikoh yo'q. Boyagi 4 ta bemorimiz ham o'zbek, ya'ni yoki tojik bo'ladi yoki o'zbek bo'ladi, o'zimizdan. Endi men shuni aytmoqchimanki, ular hammasi mana vodiyda esa unaqa emas, ko'proq bemorlar o'sha qarindosh o'rtasida nikoh ko'proq bo'lgani uchun ham o'ta bemorlarimiz juda ham ko'p. Har nima desam ekan, har 4-5 oilada mana shunaqa qanaqadir nuqsonli bemorlar ko'rsak bo'ladi-da. Bu eng katta profilaktika. Bu eng katta sababi. Yana qanday sabablar? Undan tashqari bemorlarda masalan endi bu yog'ini baribir genetikada bu boya aytgandek spontan yoki DNA usulli gen mutatsiya bo'lishi mumkin. O'sha homiladorlik paytida onaga qaysidir yot tashqi muhitdan yoki ichki anaqadan ta'sirlar bo'lishi. Bu har xil nima edi, nojo'ya nima desam ekan, nosog'lom turmush tarzi, tamaki chekish yoki dorilar ichish, mana shu hammasi shularni to'xtatish kerak yoki umuman qilish kerak emas. Har xil spirtli ichimliklar o'rnak qilish kerak emas va bemorni o'sha ota-onasi shu farzand uchun fokus qilish kerak. Bitta bola uchun. Boya aytgandek skrining markazlariga albatta shunaqa случайлар bo'ladi, bemorlarni aniqlaymiz, ko'ramiz yoki homiladorlik payti skriningga bordingmi degan savol beramiz. Ular ota-onalar chaqirtirishadi, lekin borishmaydi. Bular hammasi bepul bo'lsa, davlat tomonidan programma bor qilinadi, lekin o'zligi borishmaydi. Inisiativa o'zidan chiqib, o'zi harakat qilish kerak-da. Chunki tug'ilajak farzand ular shu bilan yashaydi-da. Tushunsizmi? O'shaning uchun mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Bu katta profilaktiklardan bittasi hisoblanadi. Yana boshqa mutaxassislarimizdan ham agar qo'shimchangiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa, marhamat, teletomoshabinlar uchun. Avvalo o'sha kasallik bilan kasallangan ota-onalariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, bizda hozir lechina olib ketgan, davolanib ketgandan keyin uy sharoitida, ya'ni o'sha bog'lov materiallaridan to'g'ri foydalanish va bolasiga yaxshilab qarash, e'tibor berish kerak bo'ladi. Ayrim xonadonlar, ayrim oilalarni ko'ramiz, onalar bolasini juda yaxshi parvarishlaydi, ya'ni har kuni yuvintiradi, qo'llari, oralarini, hamma joyini pervaskalar bilan bog'lab, bunga mazlarni surtadi. Demak, har kuni yuvintirish har kuni qilish kerak bo'ladi. Ayrim oilalarda kuzatishimiz mumkin, bir kun, 2 kunlab bir joyda to'y bo'lib qoladi yoki nimadir bilan e'tiborsiz qolib ketadi. E'tiborsiz qolganda, hozir aytib o'tganimizdek, bu kasalliklarda terisi juda nozik bo'ladi, ya'ni o'sha yara bo'ladi.
qo'llari shu bir-biriga agar pervaska qilinmasa har kuni o'sha yopish ehtimoligi yana ham oshib Kam boraveradi. cho'miltirsa. Kam cho'miltirsa, qarashmasa bir-biriga yopishib yopishib ketish ehtimoli bor. ketaveradi. O'shanaqa oilalarda, misol uchun e'tiborsiz oilalarda farzandlari bu kasallik bilan og'ir holatlariga o'tib ketaveradi borgan sari. Ya'ni qo'llari, oyoqlari hamma joy bir-biriga qo'shilib, borgan sari mutatsiyaga uchrashib boraveradi. Endi qarang, yosh kelinlar endi tajribasiz bo'lishi mumkin va shu narsani nazardan qochirishi mumkin va barmoqlar deylik yopishib ketdi. Uni bir ajratsa bo'ladimi keyinchalik uni o'z holiga? Bilasizmi, mana bu rasmda ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda bog'liq qilishadi, ota-onalar harakat qiladi, lekin bilasizlar, siz aytganingiz yosh kelin yoki bir emas, ikkita emas, 3 ta odam uyda bo'ladi. Ko'pincha vaqt ajrata olmay qoladi. Bizda o'sha spetsial o'rgatamiz bemorlar, ota-onalar oilalariga o'rgatamiz. O'rgatganda maxsus ritsarskiy perchatka qilib o'rgatamiz. Chunki har bitta barmoqlarning orasini ochib, bintlar bilan ochib mamnun qilmaydigan bo'lsak, u boyaga aytganda barmoqlar bir-biriga yopishib ketishi mumkin. Yopishib ketgandan keyin bittagina barmoqcha qolsa, ertaga uni operatsiya qilish, ochittirish ham bolaga bu katta azob bo'ladi-da. O'shaning uchun Demak, operatsiya orqali ajratiladi. faqatgina ochish operatsiya orqali-da. Shunaqa. Ularni endi keyinchalik maktabga borish jarayoni qanday bunday kapalak bolalarni? Ular alohida o'qiydimi yoki davlat maktablaridami? Ko'p so'rashadi onalar, telefon qilib, ana qilib so'rashadi. Men xohlardim bolalarni maktabga chiqarishni, ochiq men xohlayman, chunki bu yuqumli kasallik emas. Yuqumli emas. Men aytganman, shu viloyatda kimdir agar kerak bo'lsa, shifokorimiz borib, ota-onalarga, bolajonlarga tushuntiradi. Ki shu bolaga qattiq tegma yoki qattiq quchoqlavorma, qattiq so'rashma, просто yordam ber bo'ldi. Bular ham xohlaydi boshqa bolalar bilan birga o'tirib dars qilishni, hamma ular bilan gaplashishni. Uy ta'limda ko'p bolalar uy ta'limda-da hozir. Uy ta'lim bolaga juda nag'ursa, juda odamovi bo'lib qoladi. Chiqish qiyin bo'lib qoladi. Bizlar bilan ijtimoiy qiyin bo'ladi. Shuning uchun men xohlayman, yaqinda bitta mana Elbek ham ko'rib turibdi, maktabga chiqardik. Qiynalib bo'lsa ham chiqdi. Boryapti maktabga, xursand maktabga borganiga. Shuning uchun xohlardik shu maktabga chiqishga. Просто ota-onalarga tushuntirish kerak, bolajonlarga tushuntirish kerak. Ustozlarga tushuntirish kerak. O'z vaqtida shuni bu bolaga alohida bir e'tibor bilan qarashni albatta iltimos qilish kerak. Bizda bu yerda birinchi mavzuyimiz bo'yicha savol kelib tushgan ekan, po'rsildoq kasalligi mavzusida. Nevaramga po'rsildoq yara tashxisi qo'yildi. Uning ko'zi atrofiga ham toshmalar toshgan. Kasallikning ko'rish qobiliyatiga zarari yo'qmi degan savol kelibdi. Po'rsildoq kasalligi ko'zga agardiki ko'zga toshadigan bo'lsa, po'rsildoq qo'yiladigan bo'lsa, ehtimol bor, zarar bor. Lekin bu uchun vaqtida o'shanga shifokorga murojaat qilish kerak va vaqtida tashxis qo'yish kerak. Agardiki bu po'rsildoq kasalligi bo'ladigan bo'lsa, vaqtida davo bo'ladigan bo'lsa, u zarar bo'lmaydi. Chunki bu yerda kerakli immunodepressantlar yoki steroidlar beradi, o'sha autoimmun jihatni yo'qlaydigan. O'shanda u ko'zi ham sog'lom bo'ladi. Lekin bu faqat dermatolog emas, bu dermatolog bilan oftalmolog birgalikda ishlab, nazorat qilib, bu bemorlarga yordam beradi. Dilmurod aka, sizda davolash bo'yicha menimcha qo'shimchalaringiz ham bo'lsa kerak. Hozir Ulug'bek ham shu gaplarini to'ldirmoqchi edim. Asosiy bemorlarimizga davolashda patogenik davo bilan birgalikda mahalliy davolar olib boriladi. Patogenik davo sifatida aksar holatda bemorlarga glykokortikosteroid dorilar yoki masalan xalq tilida aytiladigan bo'lsa gormonlar tavsiya qilishga to'g'ri keladi. Kasallikda o'ziga xos tarafi ba'zan bemorlarga o'sha gormonal preparatlar davolanishning asosiy yakka qo'llanishi mumkin bo'lgan dori vositasi ham bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda yana bitta savol kelibdi. Yuqumlimi? Yo'q, biz biroz avval aytdik, bu yuqumli kasallik emas. Yo'q, yuqumli emas. Bu kasalliklar aksar qismi autoimmun kasalliklar, ya'ni immun tizimidagi o'zgarishlardan kelib chiqadi va hozir ta'kidlagan gormonal preparatlarimiz bularning barchasi immun tizimda tolerantligini joyiga keltiruvchi vositalar bo'lib hisoblanadi. Kasallik davolashda biroz muammoli jihatlari bor, ya'ni gormon dori vositalarida boshqa kasalliklarga qaraganda bu bemorlar juda katta dozada qabul qilinadi. Ya'ni tana vaznidan kelib chiqqan holatda tavsiya qilinadi va ko'pchilik bemorlar bu xalq o'rtasida ushbu dorilarni qabul qilishdan biroz cho'chishadi. Demak, hozir zamonaviy usulda ular davolanyapti, to'g'rimi? Aytingchi, mana hozirgi zamonaviy usulda davolash bilan avvalgi davolash usullarini qanday farqi bor? Hozirgi
o'sishi juda ham katta. Hozirgi davolash usullarimiz gen injeneriyasiga yoki bo'lmasa biologik preparatlarga asoslangan. Eski tartibdagi davolashlarimiz, ya'ni glukokortikosteroid dorilar bilan davolash ko'p asoratlarni keltirib chiqardi. Masalan, qandli diabetga olib kelishi mumkin, oshqozonda yara chaqirishi mumkin yoki bo'lmasam osteoporoz, suyaklarning mo'rtlashishi va hokazo qondagi o'zgarishlarga keltirib chiqarishi mumkin. Bu albatta bemorlarimizga noqulaylik keltiradi, lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek, ba'zan bu gormonal preparatlar davosining kasallik davolash uchun yagona dori vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin ayrim holatlarda. Tushunarli. Umuman kasalliklarni aniqlashda bizga albatta maxsus tekshiruvlar ham juda ham muhim. Aynan qanday tekshiruvlar ekani biz albatta Sherzod akadan so'ramoqchi edik. Tekshiruvdan oldin men qo'shimcha qilsam bo'ladi. Menda juda ham yaxshi gapirdi. Mana gormonal dorilar to'g'risida. Mana 50-yilga pursuldoq bemorlar juda ham ko'p edi va eng achinarligi bular mana shu gormonal dori bo'lmaganiga ko'pi nobud bo'lib ketardi. Chunki bu kasallik juda ham nojo'ya ta'sirlarga olib keladi, yengillab ketadi va qiynalib nobud bo'lardi. Lekin meditsina o'sdi va gormonal dorilar chiqdi. Ular gormonal dori ichish boshladi va mana davolash boshladi. Ular mana shu pursuldoq ketdi. Gormon ichayotgan paytda ketadi. Lekin gormon to'xtatsa yana paydo bo'ladi. Lekin biz bilamizki, gormon ichayotganda juda ham ko'p nojo'ya ta'sirlar bor. Dilmurod aytgandek, bu qandli diabet, bu osteoporoz va boshqa kasalliklar bu olib keladi va bu ham azobga olib keladi bemorga. Hozirgi kunda bizda mana imkoniyatimiz bor. Hozir biologik faol dorilar chiqdi. Biologический terapiya deyiladi. Bu monoklonal antitelalar chiqdi. Bu maxsus immunoterapiyalar chiqdi. Bu bemorlarga biz yordam bera olamiz va bemorlarda bu aziyat chekishdan xalos qilishga yordam beryapmiz. Chunki bu monoklonal B19 B20 ga ta'sir qilyapti. Bu o'sha immun tizimda o'sha pufak olib kelishiga to'g'ri keladigan o'sha hujayralarni o'sha oldini olyapti va shundan biz remissiya 15-20 yilga remissiyaga biz erishyapmiz. Juda yaxshi. Tekshiruvlar haqida Sherzod aka o'zingiz ham qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat. Pufakli dermatozlarga tashxis qo'yish o'ziga xos o'quv talab qiladi. Avvalambor birinchi navbatda shifokor malakasi, ya'ni ko'z bilan ko'rganda pufakli dermatozlar bir-biridan farqlab olish kerak bo'ladi. Ya'ni ekzema kabi kasalliklar bor, ular ham pufak bilan kechadi, lekin ekzema bilan pursuldoq yarani davolanish bir-biridan mutlaqo farq qiladi va uni ko'ra bilgan shifokor birinchi navbatda to'g'ri tashxis qo'ya oladi. Lekin u tashxisni tasdiqlab olish kerak, chunki Ulug'bek ham aytganlaridek 3000 dan ortiq teri kasalliklari turi bor va uni ichida pufakli dermatozlar ham 500 tadan oshadi. Bizaga hozirgi mavzuga oid bo'lganlari asosiy 4-5 tasini tekshiruv usullari o'ziga xos, ya'ni yuqori texnologik tekshiruvlar talab qilinadi kerak bo'lsa. Bizda hozir markazimizda, xususan O'zbekistonda markazimizda qilinayotgan tekshiruvlar biza pufakni tarkibini o'zini o'rganib berishimiz mumkin. Ya'ni so'rashyapti, yuqumlimi, yuqumli emasmi degan savolga birinchi javobni biz shuna pufakdan olib ekamizda, bu yerda hech qanaqa infeksiya yo'q deb aytib bera olamiz. Qancha vaqt ketadi shuni aniqlashga? 3 kun ichida beramiz. Olib ekilib bemor qo'liga javob olguncha 3 kun ketadi. 3 ish kunida biz ko'rsatib beramiz. Ya'ni uni termostatda ekiladi, maxsus mikroskoplarda ko'riladi. Va undan keyin ikki xil pufakli dermatoz bir-biriga masalan juda ham o'xshashi mumkin. Adabiyotlarni ko'targanda ham, chet el adabiyotlarida ham hammasi aytadiki, bitta qaraganda deydi, mana masalan pursuldoq yara bilan pemfigoid bir-biriga juda ham o'xshash. O'zi nomi ham o'xshash. Pemfigus bilan pemfigoid. Deyarli o'xshash. Bitta oila desa ham bo'ladi, lekin u bittasi akasi, bittasi singlisi bo'lishi mumkin va uni ajratib berish uchun bizda gistologik tekshiruv bor. Ya'ni bizda teridan o'sha maxsus pufakli joydan og'riqsizlantirib turib, kichkinagina teri bo'lagidan kesib olamiz va uni qavatma-qavat ko'ramiz. Har bir monitorlarda ham ko'ryapmiz. Marhamat, mana o'ng tomonda ham toshmalar bor bemor, ham u toshmalarni gistologik ko'rinishi, ya'ni to'qima darajasida biz ko'rib tashxis qo'yib bera olamiz. Bunda biz har bitta hujayrani, har bitta qavatni alohida ko'rib beramiz mikroskoplar yordamida va bu yerda qo'yilgan davolovchi shifokor yuboryapti, menga ajratib beringlar. Bu yerda
po'rsillaq yara ketyaptimi yoki pemfigus ketyaptimi, ajratib beringlar, pemfigoid ketyaptimi desa, biza gistologik tekshiruv qilib ajratib bera olamiz. Va undan tashqari 1980-yillarda Amerikada immunofluoressensiya tekshiruvi o'ylab topilgan va bu narsa yildan yilga rivojlanib, hozirgi kunda oltin standart hisoblanadi pufakli dermatozlarga tashxis qo'yish. Bu narsa hamma yoqda ham qilinvermaydi. O'zi Yevropada qilinadi, Amerikada qilinadi, Rossiyada qilinadi va O'rta Osiyoda faqat bizning markazda qilinadi bu analiz. Ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda o'zimizning qo'shni davlatlar ichida bizda yo'lga qo'yilgan. Bu ham o'sha oxirgi 5 yil ichida ham rivojlantirib, buni to'liq yo'lga qo'yganmiz. Bu bo'yicha hamma narsamiz yetarli va bemor kelganda biza ikkilanmasdan analiz olib turib tashxis qo'yib bera olamiz va bizning tashxisni boshqa davlatlarga olib chiqqanda ham ular ham qabul qiladi, chunki bu tekshiruv butun dunyo bo'yicha tan olingan tekshiruv, immunofluoressensiya tekshiruvi deydi. Va bunga bu tekshiruv yo'lga qo'yilgandan keyin biza aytdimki bir-biriga o'xshashdi. Bir xillarda shifokor malakasi zo'r bo'lgani bilan ham xato qilib qo'yishi mumkin. Beayb parvardigor deydi. Bu tekshiruv ko'rsatib beradi ochiqchasiga, bu yerda bu o'zgarish ketyapti, bu yoqda bu o'zgarish ketyapti hujayra darajasida. Tushunarli. Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi va biz avvalgi mavzuyimizni siz bilan suhbatlashgandik. Aynan tekshiruvlar bo'yicha endi aynan shu tashxis bilan murojaat qilgan bemorlarga qanday yordam berasiz va ularning samarasi qanday? Yordam berishimizni to'g'ri qo'yilgan tashxis 50% davo deyiladi. Ya'ni tashxisga ko'p narsa bog'liq. Bu yerda biza to'g'ri tashxis qo'yib bersak, uni boshqa shifokor, yashash joyi bo'yicha shifokor, markazli shifokor farqi yo'q. Qo'shni respublikadan kasallik yuborishadi, o'tdagi shifokorlar tashxisga qarab turib, to'g'ri lecheniya davo choralarini ko'rishadi. Endi bu yoqda bizda mana bu ekranda agar ruxsat bersanglar ko'rsatishim mumkin. Shunga o'xshagan bemor kelgan bizda qo'shni respublikada, ya'ni pufakda bundan oldingi kadrda ham bor edi, pufakli toshmalar bilan bemor kelgan. Pufakli toshmalar bilan kelyapti va 3 yil davomida umuman boshqa tashxis qo'yilgan. Bu toshma qichishgani uchun allergiya bo'lsa kerak. Qayerga murojaat qilgan bu bemor? Nima uchun? Qo'shni respublikada o'zini teri tanosil kasalliklari shifoxonalariga borgan, yo'da allergiya dermatit, atopik dermatit qo'yishgan, ekzema qo'yishgan, ya'ni pufak bilan ketayotgan allergik kasallik deb o'ylashgan. Va 3 yil davomida sarson bo'lib yurgan. Va bizani reklamalarni ko'rib, bizga murojaat qilib kelishgan. Bizani markazga kelgandan keyin biza xuddi shu ham gistologiya oldi, ham immunofluoressensiya tekshiruv oldi. Va shunda bundan bitta oldingi kadrda bor edi, tekshiruv qildi, ya'ni bu yerda ham gistologiyasini ko'rdi va mana shunaqa immunofluoressensiya tekshiruvda bizada ochiq oydin ko'rinib turadi. Ya'ni yashil fonda biza svecheniya deymiz, yorug'likni ko'ramiz va bu sanda allergiya emas. Bu yerda dermatit dyuringa degan kasallik edi, o'shani qo'yib berdi. Ya'ni dyuring kasalligi davosi umuman boshqacha bo'ladi. Allergiyaning davosi tuzalmaydi. Qo'yib berganingizdan keyin to'g'ri davo taktikasini yozib berdi va bemor xursand bo'lib ketdi. Va shunga o'xshagan holatlar ko'p uchraydi. Biza nafaqat shifokorlar bemorlardan, balki shifokorlardan ham so'rab qolamiz, kerak paytda shunaqa tekshiruvlarni o'tkazish kerak. Ya'ni aytganimdek, faqat bizning respublikada emas, qo'shni respublikalarda ham bu analizni tekshiruvni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Va mana shunga yuborsa biza xuddi ana shpargalkada mana tashxisi mana bunaqa ekanini ko'rsatib bera olamiz. Demak, bizda tashxis qo'yilsa, keyin qo'shni davlatlar o'zini mamlakatida ham davolash choralarini ko'rsa bo'ladi. Bemalol. Tushunarli. Demak, Ulug'bek aka, yuqorida yana pemfigoid xastaligi haqida ham gapirib o'tdingiz, ya'ni shu mavzuda ham suhbatlashamiz dedingiz. Pemfigoid bilan po'rsildoq kasalligining o'zi farqi nimada? Ularni qanday ajratib olsa bo'ladi? Sadiqxon, mana Sherzodbek aytganlaridek, juda ham ko'p bularning xili bor. Bulyos dermatozlarda va bu yerda pemfigoid ko'ryapmiz. Mana bu rasmda pemfigoid ko'ryapmiz. Mana gistologiyasini ham ko'ryapmiz. Gistologiya ko'radigan bo'lsa, agardaki pemfigus po'rsildoq bu terida bo'lsa, bu pemfigoid teri ostida bo'ladi. Ko'rinmaydi ya'ni. Yo'q.
teri ostida bo'ladi degani epidermis bor, epidermis tagida bo'ladi. O'shaning tagida pufaklar bo'ladi. Pufaklarni ham har xil bo'ladi. Pempfigusda yumshoq pufaklar bo'ladi, yorilib yarilib bo'ladi. Pempfigusda qattiq yarilib bo'ladi. Pempfigus asosan katta yoshlilarda uchraydi. Pemfigoid Pempfigus puzirchatka hammada uchraydi, po'silliq. Pemfigoid bu katta yoshlilarda ko'p uchraydi. Juda ham ko'p. Va eng asosiy mana Sherzod aytgandek, g'ururlanib aytsam bo'ladi, respublikamizda bizda immunogistokimiya, immunofluoressensiya bor. Shu metodlar bilan biz tashxis qo'yamiz, chunki bu narsa yo'q edi. Shuning uchun biz medturizmni ham hozir rivojlantiramiz. Qo'shni davlatlardan juda ham ko'p oqim kelyapti, chunki faqat bizda bu narsalar qila olmaymiz. Biz to'g'ri tashxis qo'yib beramiz, to'g'ri davo qilib berib, to'g'ri yo'naltirib beramiz. Va o'zimizni aholimizga ham mana hozir ko'pini qamirib olib, to'g'ri tashxis qo'ygan holda bularga to'g'ri yordam, to'g'ri yondosh beryapmiz. Pemfigoid ham oxirigacha davolanmaydi, to'g'rimi? Pemfigoid oxirigacha davolasa bo'ladi. Bu davolanadi. Bu autoimmun, lekin bu puzirchatkadan pemfigusdan ko'ra bu yerda og'ziq shilliq qavatlar, ko'z, bu shikastlanma, badandan pufaklar paydo bo'ladi, qattiq pufaklar. Bu yerda sal уже gormonlar emas, boshqa dorilarni ishlatsa bo'ladi va bu sekin-sekin to'g'ri yondosh berilsa, bu butunlay davolansa bo'ladi. Endi keling shu davolash usullariga ham qisqacha to'xtalsak, u qanday davolanadi? Birinchi aniqlanadi. Birinchi albatta tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilganda bu qaysi turi, bu pemfigusmi, vulgarniymi, sebareyniymi, yoki bu pemfigoidmi ketyapti, yoki bu gepatoz dermatit dyuringami nima ketyapti aniqlaymiz. Agar pemfigoid bo'lsa, biz bir xil dorilar ko'ramizki, yoshiga qaraymiz. Chunki yoshiga qarab qo'shimcha kasalliklari bor. O'shanga qarab ham biz o'sha dorilarni ham buyurishdan oldin hammasini uchet qilishimiz kerak va o'sha bo'yicha berishimiz kerak. Va pemfigusda ham xuddi shunaqa. Chunki bu yerda ko'ramiz, ichi oshqozonda muammo yo'qmi, yarasi yo'qmi? Chunki bir xil dorilar berib yuboradiki, ichi oshqozonda yara bo'ladigan bo'lsa, qon oqib ketadi. Yoki boshqa kasalliklar yo'qmi? O'shanga qarab biz davoni beramiz va davo berganda asosiy bu yerda steroidlar beramiz, immunodepressantlar beramiz, sitostatiklar beramiz va biologik dorilarni beramiz. Bu yangi chiqqan avlod. Tushunarli. Bizda adashmasam qo'ng'iroq bor va biz uni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz, xasta bo'lmang ko'rsatuvga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Marhamat, mavzu bo'yicha savolingiz bo'lsa. Sizlarga meni hozir ko'rib turibman-da. Sizlar ko'rib turgan kasallik qo'limda toshma toshgan, qichish bor. Toshma toshgan, shish bor, xo'sh. Qichishish bor. Suv chiqadi, shunda yurakka tushib ketyapti, shunga. Suv chiqadi. Xo'sh. Shu bo'yicha maslahat so'ramoqchiman-da. Shifokorlarga murojaat qildingizmi bu masalada yoki yo'qmi hali? Televizorni ovozini biroz pasaytirsangiz. Maslahat so'rab, allergiya. Allergiya deysiz, to'g'rimi? Allergiya deganda sizlar 2 yildan beri demak xastalangansiz. Savol uchun rahmat. Hozir mutaxassislarimiz albatta atroflicha bunga javob berishga harakat qilishadi. Sadiqxon, mana ko'pincha aytishadi bizning bemorlar menda allergiya deydi. Biroz avval aytganingizdek. Bu lekin bu yerda balkim bu yerda ketyapti, ekzema ketyapti. Balkim bu yerda pemfigus ketyapti. Lekin ko'pincha bularda atopik dermatit bo'ladi. Bizda chunki allergik dermatit hozir qo'yilmaydi. Atopik dermatit degani bu qichish, bu asab. Qichigandan keyin bu ekzematizatsiyaga olib keladi va suvlanishga olib keladi. Ertaga suvlanish olib kelgandan keyin o'shanga shifokorga o'sha turar joydan chiqsinlar yoki bizning markazga kelsinlar. Shifokorga bordim deyaptilar, allergiya deyishdi deyaptilar. Balki qaysi shifokorga? Bu chunki dermatologga bormaganlar, bular o'sha vobga borgan bo'lsalar, vrach общей praktikaga ular allergiya berish mumkin. Lekin bu yerda maxsus shifokorga borsa, to'g'ri yondosh berib, to'g'ri beradi. Bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda asosiy ko'rish kerak, bu yerda ekzema ketayotgan bo'lsa, suvlanish ketsa, o'zini davosi bor. Bu primochkalar qo'yadi,
kremlar qilinadi va kerakli muolaja qilib o'sha davolasa bo'ladi. 2 yildan beri xastalanganman dedilar va pemfigoid xastaligiga qaytadigan bo'lsak, pemfigoidni qancha vaqt davomida umuman qancha vaqt ketadi uni oxirigacha davolashga? O'rtacha. Unaqa Aniq aytib bo'lmaydi. aytib bo'lmaydi. Hammada har xil, lekin Yoshiga qarab. ko'pincha biz ko'ramizki, mana bemor kelganda davolash boshlaymiz. Kimlardir 6 oy, kimlardir 1 yil ichida, hammada har xil. Demak, 6 oy, 1 yil. Hammada har xil. Bu biza remissiyani olamiz va remissiya chunki katta yoshlikda uzoqqa yetadi. Qaysi biri xavfliroq deya olamiz? Pemfigoidmi yoki porsildoqmi? Porsildoq xavfliroq deb aytamiz, chunki bu ko'p uning ichki a'zolarni ham bu ichki a'zolar ham bu og'iz shilliq qavati, ko'z va boshqalar ham shikastlanadi. Shuning uchun porsildoq bu og'irroq kechadi. Tushunarli. Sizda ham qo'shimchalar bo'lsa? Tomoshabinimiz bergan savollardan kelib chiqqan holatda ozgina to'ldirmoqchi edim. Kasallik 2 yildan beri davom etyapti. Shu kasallik menda bor deyapti. Bizni sohamizda bir shunaqa bir nozik taraf bor. Bemorlar shu qanaqa kasalliklarni ko'rsa, rasmini o'shani o'zida o'xshatib xuddi ChatGPT bor, yordamchimiz. O'zlariga o'xshatishadi. Yuboramiz. Lekin agar 2 yildan beri davom etadigan bo'lsa, bu kasalliklar davolanmasi juda ham og'ir ahvolga olib kelib qo'yadigan kasalliklar. Bularda ko'proq hamkasblarim ko'p takrorlab o'tdi. Dermatologiyada juda ham kasalliklar ko'p. Bu suvlanib kechadigan kasalliklar, pufay bilan kechadigan kasalliklarni ham o'zi mana 100 dan ortiq. Xo'p, bularda qichish bilan kechayotgan bo'lsa, ko'proq ekzema bezovta qilayotgan bo'lishlari kerak. Chunki deganda ekzema ham hattoki biron bir kimyoviy moddalar bilan qo'lga tekkanda unda ham pufaylar chiqishi mumkin. Kuyishdan keyin holatlarda yoki bo'lmasam biron bir hasharotlar chaqishdan bu juda ham ko'p. Hozir biz gaplashayotgan mavzu bu og'irroq autoimmun kasalliklar. Bunda davolanmasa og'ir ahvollarga olib kelib qo'yadi bemorni. Tushunarli. Bizga yana teletomoshabinlardan savol kelibdi. 5 oylik homiladorman. Menda pemfigoid aniqlandi. Kasallikdan butkul tuzalib ketamanmi? Qolaversa ichayotgan dorilarimning homilamga zarari yo'qmi? Farzandim sog'lom tug'iladimi? degan savol bilan murojaat qilibdilar. Kim aniq? Marhamat. Albatta, homiladorlik ham o'ziga xos bir davr, chunki deganda onani organizmida o'zida boshqa farzand rivojlanib kelayotgandan keyin u ham ma'lum bir mahsulotlarni qabul qiladi, u ham chiqindilarni ajratadi va organizm uchun bu bir necha barobar yuklama hisoblanadi. Bunday holatlarda toshmalar toshishi mumkin. Bu homila bilan bog'liq bo'ladigan tufayli yengil holatlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bemor ta'kidlayotgandek bulyoz dermatozlardan bironta qilib bo'ladigan bo'lsa, yo'q, zarari yo'q. Ko'pgina holatlarda homiladorlik tugashi bilan o'tib ketadi. Bolalarga ko'p zarar bermaydi. Ustozimiz ta'kidlab o'tganda, agar farzand ham tug'iladigan bo'lsa, uni qonida immunoglobulinlar miqdori kamaygan sayin ahvoli tezda o'ziga yaxshi ahvolga kelib qoladi. Tushunarli. Xotirlanmasa bo'ladi. Javob uchun rahmat. Azizlar, bizda yana reklama. Birozdan so'ng yana studiyaga qaytamiz. Joriy yilning 17-18 oktyabr kunlari Azim Toshkent yana bir bor sohaning eng yirik tadbiri dermatovenerologiya va estetik tibbiyotga sohalararo zamonaviy yondashuv xalqaro ilmiy amaliy anjumanini o'tkazishga tayyorlanmoqda. 20 dan ortiq davlatdan 1000 dan oshiq shifokor va yetakchi mutaxassislar, shuningdek 45 dan ziyod ma'ruzachi hamda 40 ga yaqin dori vositalari va tibbiy uskunalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar vakillari yana bir bor bir makonda yig'iladi. Bu yirik tadbir doirasida soha oldida turgan dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Xalqaro tajriba va ilg'or yechimlar bilan o'rtoqlashiladi. Ushbu yirik anjuman sohadagi klinik dermatologiyadan tortib estetik tibbiyotga qadar, biologik davolashdan tortib innovatsion lazer texnologiyalarigacha so'nggi yangiliklarni o'z ichiga qamrab olishi kutilmoqda. Tadbirda yuzaga keladigan g'oyalar kelajakda kasalliklarning davolanish standartlariga aylanadigan ushbu anjumanni o'tkazib yubormang. Dermatovenerologiya va kosmetologiyaning kelajagini soha mutaxassislari bilan birgalikda yarating. Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi.
ulug'bek aka, Toshkent so'nggi vaqtlarda o'sha teri kasalliklarini o'rganish va xalqaro tajriba almashish bo'yicha ko'pgina konferensiyalarga mezbonlik qilyapti. Buni ko'pchilik biladi nazarimda va yaqinda ham ana shunday konferensiyalardan biri bo'lib o'tdi. Shu haqda ham to'xtalsangiz, u nimalar berdi bu konferensiya? Qanday yangiliklar oldik o'zimiz uchun? Biza Sadiqxon 17-18 oktyabrda biza yangi konferensiya qilyapmiz. Toshkent shahrida bu katta konferensiya qilyapmiz. 800 dan ortiq odam bo'ladi. 43 ta davlatdan mehmonlar kelyapti va 200 dan ortiq o'sha chet ellik ishtirok etadi. Bu katta anjuman. Bu anjumanda nafaqat biza O'rta Osiyoda respublikadagi davlatlardan ko'p kelyapti va bu yerda eng asosiy yangiliklar ketayotgan pursulloqqa eshitdik. Lekin pursulloqdan tashqari ko'p boshqa kosmetologik bizada yo'nalish bor, bizada dermatologik yo'nalish bor, venerologik yo'nalish bor. Mana shu hamma yo'nalish bo'yicha yetuk insonlar kelib o'z tajribasini almashgan holda master klasslar ko'rsatadi va o'zi tajribasidan kelib chiqqanda eng yangi usullarni bizaga o'rgatib ketadi. Tushunarli. Ha, demak, konferensiya yaqin kunlarda bo'lib o'tadi. Albatta, omad tilaymiz. Menimcha, yanada bu kasalliklarni oldini olish bo'yicha yanada yangi natijalar muhokama qilinadi va qaysidir ma'noda tajriba almashilinadi. Mana hozir ko'rsatuv davomida 1 soat davomida bir qancha teri kasalliklari haqida gaplashib o'tdik, suhbat qurdik. Endi ko'rsatuv so'ngida umumiy qilib bir maslahat bersangiz, aynan shu xastaliklarni oldini olish bo'yicha qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz ota-onalarga? Ota-onalarga qanaqa mana bugungi mavzudan kelib chiqadigan bo'lsa, bulloz epidermolis bu asosiy mana yaqin qarindoshlardan nikoh qurmaslik. Chunki mana ko'ryapmizki, qancha bemorlarda har xil kasallik chiqib kelyapti, tug'ma kasalliklar. Bu har xil dorilarni iste'mol qilmaslik, bu shifokorlar tavsiyasiga rioya qilish va asosiy o'zinglarni o'zinglar saqlaydi. Nimaga aytyapman? Mana ko'ryapsizki, hozir ham ko'p narsa rivojlanib ketyapti, kimyo rivojlanib ketyapti, juda ham ko'p allergik holatlar ko'ryapsiz. Shu holatlar bo'lmaslik uchun o'zinglarni saqlaylar. Saqlaylar nima degani? O'zinglar ustida ishlanglar, shifokorga boringlar yoki kerakli malhamlar ishlatinglar. Chunki hozir bizda juda ham ko'p uvlajняющий kremlar bor. Chunki uvlajняющий krem hamma ishlatyapti. Teri yorilib ketadi. Chunki ko'p ko'ramizki, o'sha chaqaloqlarga ham to'g'ri ishlatadi. Bu atopik dermatitni birinchi profilaktikasi uvlajняющий krem. O'shani ishlatsa o'sha bola sog'lom bo'lib ketadi. To есть to'g'ri qaraymiz. Demak, namlantiruvchi kremlarni tez-tez to'g'ri. Eng asosiy o'sha sog'lom turmush tarzi, o'ziga ahamiyat berib qarab, bee'tibor bo'lmaslik va shifokordan maslahat olish. Sizlardan qanday tavsiyalar? To'g'ri ovqatlanish birinchi o'rinda turadi. Sog'lom turmush tarzi deganda ko'p peshkom yurish kerak, harakat ko'paytirish kerak ertalablari yoki kechqurun. Ko'proq e'tibor berish kerak to'g'ri ovqatlanishga. Ya'ni yog'li ovqatlar kamroq qilib, mevali mahsulotlar, salatlar qilib birgalikda yeyish kerak. Men endi ko'p kapalar haqida gapirdim. Endi yana shuni aytaman, shu qarindosh o'rtasida nikohni qilmaslik. Farzandinglardan so'ranglar. Nima desam ekan, xohlaysanmi yoki turmush qurayotganda xotinni обязательно farzandini gapini eshitish kerak. Shu. Sizdan ham tavsiyalar eshitib Har bemorlarga tavsiya qiladiganimiz teri gigiyenasiga e'tibor berishda, insolyatsiya deymiz, quyoshdan o'zidan ehtiyot qilishni tavsiya qilamiz. Sherzod aka, sizdan so'nggi so'z. Terida toshmalar bo'lganda bizda samolecheniya deydi yoki o'z-o'zini davolash bilan shug'ullanmasdan shifokorga o'z vaqtida murojaat qilish kerak. Sog'lom turmush tarzi qildi, boshqa qildi, lekin kasallik chiqib keldimi, darhol shifokorga murojaat qilib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davo olish kerak bo'ladi. Tushunarli. Rahmat Ulug'bek aka. Rahmat barchangizga. Menimcha juda mazmunli suhbat bo'ldi va azizlar, menimcha siz ham o'zingizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni oldingiz. Xasta bo'lmang dasturi edi bu. 1 soat davomida biz siz bilan bo'ldik. Yana keyingi hafta ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.